bel gijasini noto'g'ri osish natijasida hatto bemorlarda o'lim holatlari ham kuzatilyapti. Oyoqdan osish amaliyoti o'zi qanaqa bo'ladi? Bu umurtqa pog'onasi bo'lsa, bu son suyagi, sonchani bo'g'im oyoq insonni ikkala barmoqdan yoki ikkala oyoqdan bog'lab osadi. Faqat tushuncha bor ularda. Grija chiqdi, osgandan keyin umurtqa ochiladi, grija ichiga qarab so'riladi. Yo'q, bu xato fikr. Bunaqa bo'lmaydi. Kimlarda mumkin emas? Agar umurtqa pog'onasi siljigan insonlarda mumkin emas, qon bosimi yuqori insonlarda, homiladorlarda, umurtqa pog'onasi tuberkulyoz kasalligi bo'lgan insonlarda mutlaq oyoqdan osish mumkin emas. Sababi insonlarda qon bosimi yuqori bo'lsa, oyoqdan osgan paytda bosh miyaga bosim kuchli bo'ladi va bosh miya qon tomirlarining yorilishi natijasida bemor o'sha payt o'ziga insult bo'lish ehtimoli juda yuqori. Ikkinchi xil kasallik bu umurtqa pog'onasining listezi, ya'ni spondilolistezi, anterolistez, ya'ni umurtqaning siljishi. Agar umurtqa o'zi 4 darajasi bor siljishni, birinchi, ikkinchi darajani nevropatologlar, veterologlar konservativ, ya'ni dori-darmon bilan davolaydi. 3-chi, 4-chi darajasini esa neyroxirurglar davolaydi. Ya'ni bu umurtqa pog'onasi siljigan bo'lsa, orqaga qarab fiksiya qilib qo'yiladi. Ya'ni operatsiya yo'li orqali. 3-chi xil kasallik tuberkulyoz bo'lsa, umurtqa pog'onasida bemor osgan paytda tuberkulyoz bo'lgandan keyin umurtqa pog'onasi macharakka o'xshab yumshab qoladi. Osgan paytida umurtqa o'sha zahoti sinib, ya'ni neftni ezish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. 4-chi xil kasallikda esa bemorda agar 2-3 yil oldin avtohalokat bo'lib turib umurtqasida temir qo'ygan bo'lsa, u holatda ham bemorda osish amaliyoti mumkin emas. 5-chi xil holatlarda homiladorlar mumkin emas, sababi osgan paytda homila tushish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Bizning amaliyotimizda juda ko'p shunaqa bemorlar kelyapti. Osgandan keyin juda kuchli og'riqlar bilan. Biz tekshirib ko'ryapmiz. Oldingi MRTsi 4,5 mm bo'lsa, kuchli og'riq bilan kelgandan keyin biz повторный MRT qilyapmiz. Grija razmeri 7-8 mm. Ya'ni osgandan keyin razmeri kattalashib ketgan. Agar bemor osmasdan turib kelsa edi, bemorni to'g'ri taktika qilib davolasa bo'lardi. Agar sizni belingiz og'ridimi, albatta mutaxassis nevropatolog, veterologga borib, to'g'ri tashxis qo'yib davolashlaringizni tavsiya qilaman. Agar ostirmoqchi bo'lsangiz, albatta u holatda ham nevropatolog mutaxassisi va tabibni birlashgan holatda, maslahatlashgan holatda ostirsangiz bo'ladi. Agar grija razmeri kichkina bo'lsa, ostirish mumkin bo'lgan holatlar, agar bemorda muskullarda shamollar, muskullarda spazm va osteoxondroz kichkina razmerda protruziyasi bo'lsa, u holatda beldan osish mumkin. Agar o'shanda ham qon bosimi baland bo'lmasa, o'shanda ham shifokor bilan maslahatlashish kerak. Sizda agar belingizda og'riq bo'lsa-yu, grijangiz bo'lmasa, qon bosimingiz bo'lsa, unda ham qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Agar siz va siz yaqinlaringizda bo'yin bel grijasi bo'lsa, albatta bizni klinikamizga kelib, to'g'ri tashxis qo'yib, davo muolaja olishlaringiz mumkin. Bizda apparatlarimiz chet el davlatda olib keladigan dunyo standartlari bo'yicha qanaqa lechina qilinsa, grija bo'yicha shu tarzda biz borib o'rganib kelganmiz va shu amaliyotni hozirgi kecha kunduzda qo'llab kelmoqdamiz. Juda yaxshi natijalar bo'lyapti. Agar biz ko'ramiz, sizning razmeringiz, grija razmeringiz katta bo'lsa, oyog'ingizni ozishlar, kuch kamaygan bo'lsa, davolamasdan, sizni pulingizni sarflamasdan to'g'ri yo'nalish, operativ yo'l bilan olib tashlashni tavsiya qilamiz.